Hammaga assalomu alaykum aka opa singillar. Mana ko'rib turibsizlar, Passatga jarayonlari bo'lyapti. Ushbu avtobusimiz UzAvtotrans kompaniyasining avtobusi. Aka-ukalar, kimda kim shunaqa reysiviy avtobuslarda, qonuniy reyslarda ketishda bo'lsa, ekrandagi nomerga murojaat qilinglar. Mana akalarimiz kelib biletlarini olib ketyapti aka. Biletingizni bir qator ko'rsatib oling, brat, maylimi? Mana chipta asosida yuradigan reyslar aka opa singillar. Biletli mana. Kimda kim shunaqa avtobuslarda qaytishdagida bo'lsa, ekrandagi nomerga murojaat qila olasizlar akalar. Yaxshimikan aka, sharoitlar ancha o'zgaribdimi? Tavsiya qilasizmi boshqa yurtdoshlarga, brat? Bemalol ketaversinmi? Brat, assalomu alaykum. Qayerdansiz? Sirdaryo. Qalay aka, yaxshimi? Chipta oldingiz, to'g'rimi? Muammosiz. Xudo xolasa zo'r etib olasiz aka, bu reysiviy avtobus aka bu. Sog' bo'ling aka, yaxshi etib oling aka. Mana Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg, Toshkent avtobuslari aka-ukalar. Tanlovlarda adashmanglar. Ushbu avtobusimiz 2,5 sutkada yetib boradi, xudo xolasa. Sobir Rahimovga 50 bitta mestasi bor, 3 ta voditeli bor aka-ukalar. Dokumentida muammosi bor yurtdoshlarni ham olib ketamiz. Zolotoy Corolladan qarzi borlarni ham olib ketamiz. Tanlovlarda adashmanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Avtobuslarda eng zo'r bizda, unutmanglar.